Do'stlar, dehqondan mashina so'raganlar uchun dehqondan mashina topib qo'ydim. 2012-yil Isuzu, hattoki Coronalar bilan qo'yib bo'lgan. 100% CNG hisoblanadi. 2012-yil ikkala oldi ballonlar yangi ekan, 100% do'stlar, hattoki plombalar bilan turibdi. Ikkala orqalari 90% do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Oldida ikkita temir balloni 150 talikdan zavodskiy bo'ladi. Orqasida ikkita temir balloni bor, 100 talikdan, jami 500 talik, 27 kubali do'stlar. Tomlari ham ochiladi ekan, relsda yuradi. Yukxonalarni ko'rishlaringiz ideal holatda, dehqondagi olaslar, minnaslar, umuman rasxod yo'q. Manzaqi minib foydalansalar bo'ladi. Narxi 26 ming narx aytilyapti. Dehqonni o'zidan kelishib olsalar bo'ladi. Tormozlarning gurzoviy tormoz. Lyuks hisoblanadi do'stlar. Oynaklari ham o'sha pult yordamida ochiladi. Demak, zo'ridan bo'ladi do'stlar. Xo'p, salonni ko'rsatadigan bo'lsak, ochganingizda poliklari o'rtacha holatda, sidellari ham kengaytirilgan, bemalol yotib yeb ketsangiz bo'ladi. Zarfli kamerasi bor, monitori bor, konditsioneri bor, lyuks hisoblanadi do'stlar. Dehqonni o'zinikiga olaslar, minnaslar, rasxod yo'q. Hozirgi kunda $150-200 kuniga bemalol pul topsalar bo'ladi. Hattoki konditsionerlari ham ishlaydi, tormozlarni gurzoviy tormoz, Coronalarni qilib qo'ygan, ballonlar yangi, hamma ideal holatda. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlari bor. Bemalol bog'laninglar. Narxi 26 ming ekan. Xudo xolasa ozmas kelishiladi. Farg'onaning mashinasi. Ekran tagida telefon nomerlariga bog'laninglar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Telefon qilaverasizlar.